Sergelidan uy qidirayotganlarning diqqatiga Nondali mahalla Fayzli ko'chaga kelganmiz. Ko'chasi har qayerda Fayzli ekan. Katta chiroyli bahaybat uylar qurilgan ekan. Orqamda turgan mana shu hashamatli uyimiz ham 4 sotuga joylashgan. 10 ta xonasi bor, 3 ta sanuzelari bor. Darvozaxonasi keng, kattagina. Kirganimizda mana chap qo'lda to'rga uylar joylashtirilgan. Pastda 5 ta xona, tepada 5 ta xona. Okan bu yer o'zlari uchun olib qurayotgan ekanlar. Ma'lum bir sabablarga ko'ra qurolmabdilar. O'shaning uchun sotishga majbur bo'lishyapti hozir. Hammasi pishgan g'ishtdan yaxshi narsa ishlatganman deyaptilar. Katolikni podvolda joylashgan. Kirganimizda o'ng qo'lda mana 3 ta xona bor. Chapda o'ngda to'rda, yonida sanuzel joylashtirilgan. Xo'p, chap qo'lda mana oshxona bor. To'riga o'tar ekanmiz. Bu yoqda foyer bor. Bizdan degan kladovka qilishgan. Hop, bu yoqda ikkinchi etaga chiqqanimizda yana xonalar ketma-ketligini ko'rar ekanmiz. Fasadi 20-25 metr atrofi bo'ladi. Uzunasiga 20-23 metr atrofi chiqadi. O'shanda 4+0.5 zaxvati ham bor. Ko'chalarni ko'rdinglar, keyin katta chiroyli uylar tushgan. Haqiqatda Fayzli mahalla. Hop, katta ko'chaga chiqib o'ng ketadigan bo'lsak, Qo'yli bozorga boramiz. Chapga ketadigan bo'lsak, aeroportga, orqaga ketadigan bo'lsak, Sergeliga chiqib ketamiz. Uyimizning startiy narxini 250 ming dollar deyapti. Yana kelishtirib beriladigan joyi bor. Uyimizning ipotekaga yoki yeringiz bo'lsa, uyingiz bo'lsa, barterga ham qilishadi. Uni egalarining o'zlari bilan gaplashib olasizlar. Qiziqqani bo'lsa, pastda egalar nomerini qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar.